Assalomu alaykum, aziz abituriyentlar va muhtaram ustozlar. Bugun mana yana siz bilan tarixiy shaxslarga doir ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Azizlar, bugungi ko'rib o'tadigan asosiy shaxslarimiz yana o'sha qadimgi Misr hududida faoliyat olib borgan firavnlar, ya'ni Xufu, Xafra, Menkaura va Tutanxamon haqida gaplashib o'tamiz. Azizlar, diqqatimizni aynan Xufu, Xafra va Menkauraga qaratamiz. Bu yerda biz qadimgi dunyo darsligida, ya'ni qadimgi dunyo tarixi darsligida biz aynan mana shu 3 shaxsni qadimgi Misr hududlarida faoliyat olib borgan firavnlar va ularning nomlari piramidalarga qo'yilganligi sababli piramidalarning nomlari sifatida bilamiz. Va aynan mana shu shaxslarga doir ma'lumotlar ham aynan bizni milliy sertifikat savollarimizda tushib qolishi mumkin. Demak, ularga bittama-bitta to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda Xufu piramidasi. Xufu Yunonlar tomonidan Xeops, ya'ni yunonchadan tarjima qilib, ya'ni Yunonlar o'zlari bu Xufu piramidasini Xeops deb atashgan. Xufu piramidasining balandligi 147 metr, 2 tonnadan ortiq toshlar ketgan va 2,5 million dona. Har bir toshning yo'nalish darajasi shu darajada bir mohirlik bilan amalga oshirilganki, aynan bu toshlar oraliq masofasi 0,5 millimetrga teng. Shu darajada aniqlik bilan toshlar shu darajada zich holatda joylashtirilganki, bu toshlar oralig'i demak 1 millimetr ham emas. 1 millimetrning qoq yarmi. 0,5 millimetrga teng. Albatta, hozirgi kunda bu piramidalar bir qancha o'sha turli xil havo iqlimlari bilan bo'lib o'tgan qaysidir ma'noda raqobatlar natijasida yemirildi, qaysidir qismlari to'kilib tushdi, qaysidir qismlari hozirgi kunga qadar saqlab kelinmoqda. Hozirgi kunga nisbat beradigan bo'lsak, aynan 2600-yil, miloddan avvalgi 2600-yilda barpo etilgan Xufu piramidasi bugungi kunga qadar mana 4000 yildan ortiq vaqt mobaynida, qariyb 4600 yildan ortiq vaqt mobaynida hali ham o'z holatini deyarli saqlab kelmoqda. Keyingi shaxsimiz miloddan avvalgi 3-mingillikda Misr hududlarini boshqargan firavn Xafra va Menkaura. Bu har ikkalasi ham Misr firavnlari va miloddan avvalgi 3-mingillikda faoliyat olib borgan. Navbatdagi shaxsimiz aynan mana shu Misr hududlarida keyinchalik yangi podshohlik davrida faoliyat olib borgan firavn Tutanxamon. Biz bilamizki, qadimgi Misr hududlarida bir qancha davrlar bor. Ya'ni buni avvalgi darslarimizda gaplashib o'tganidek, podshohliklar davri sifatida gaplashib o'tganidek, mana shu podshohliklarimizdan bizda ilk, qadimgi, o'rta, yangi va so'nggi podshohliklar mavjud edi. Biz yuqorida ko'rgan shaxslarimiz qadimgi podshohlik davrida faoliyat olib borgan bo'lsa, endi aynan biz gaplashayotgan Tutanxamon bu yangi podshohlik davrida faoliyat olib borgan. Yangi podshohlik firavnlari haqida ham bir qanchasini gaplashib o'tgandik. Ya'niki firavn Yaxmos yokida Tutmos 2, Tutmos 3 haqida ham gaplashib o'tgan edik. Mana shunday firavnlardan biri demak Tutanxamon. Avvalgi ma'lumotlarimizda bizga ayon bo'lishicha, qadimgi Misr hududlarida qadimgi va o'rta podshohlik davrida piramidalar barpo etilgan, sababi aynan o'sha davrda faoliyat olib borgan firavnlarni dafn etish uchun. Endi Tutanxamon davri yokida yangi podshohlik davriga kelib, albatta Yaxmos davridan boshlangan yangi podshohlik davriga kelib, endi piramidalar barpo etilmay qo'yildi. Ularni o'rniga endi katta tog'lar yo'nilib, maqbaralar qurila boshlandi va ana shu maqbaralar ichiga firavnlar dafn etila boshlandi. Mana shunday eng katta, eng mashhur maqbaralardan biri aynan Tutanxamonga tegishli va uni maqbarasidan temirdan yasalgan turli xil zeb-ziynat buyumlari topilgan. Birinchi mingyillikka tegishli, albatta temir davriga tegishli bo'ladi bu. Bundan tashqari yana tasavvurga sig'maydigan darajadagi boyliklar, buyumlar topilgan bu yerda. Hozirgi kungacha qaysidir ma'noda juda katta miqdordagi xazina desa ham bo'ladi, ya'ni boyliklar aynan mana shu Tutanxamon maqbarasidan topilgan. Mana sizlar bilan yana bir qancha shaxslarimizni ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.